Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz binoning asosiy chizmalari. Binoning asosiy chizmalariga binoning plan, fasad, qirqimlari asosiy chizmalar bo'lib hisoblanadi va ular bino to'g'risida tasavvur hosil qiladi. Bino plani rejasi. Deraza va eshik o'rinlaridan, podokonnlikdan tokchadan balandroq yoki berilgan balandlik отметкасidan 1 metr balandlikdan o'tgan gorizontal tekislikda hosil bo'lgan qirqim. Demak, mana deraza o'rinlari, eshik o'rinlari, deraza o'rni, mana bu deraza o'rinlari, mana eshik o'rinlari. Demak, xuddi shu yerdan, ya'ni mana bu poldan balandlik отметкасы hisoblangan joydan 1 metr balandlikda deb ataladi. Demak, shu yerdan o'tkazilgan gorizontal tekislikda hosil bo'lgan qirqim shakli bo'lib hisoblanar ekan. Demak, binoning plani demak mana bunday holatda. Endi biz buni chizgan paytimizda demak mana bunday holatda ko'rsatilyapti. Mana bu proyeksiya yo'nalishi. Yuqori qismi olib tashlangan. Demak, proyeksiyalarimizda proyeksiya tekisligi xuddi shunday holatda tushyapti. Biz bu yerda shunday ko'rsatyapmiz. Keyingisi kesuvchi tekislik binoning bo'ylama devoriga perpendikulyar bo'lsa, ko'ldanang bino qirqimi deb ataladi. Demak, 1/1. Demak, 1/1da demak mana bo'ylama devorga nisbatan kesuvchi tekislik perpendikulyar joylashyapti. Demak, mana bu yerdan shunday qirqib tashlanyapti. Demak, mana bu yerdan qirqib tashlab mana ko'rsatilyapti. Demak, mana bu ko'ldanang bino qirqimi deb ataladi. Demak, bu mana bu yerda mana ko'rsatilyapti ko'ldanang. Mana bu esa demak ikkinchi 2-2 qirqim esa bu binoning bo'ylama qirqimi deb ataladi. Demak, binoning bo'ylama qirqimi mana bunday hosil bo'ladi. Keyingisi binoning oldidan, orqasidan, o'ng tomondan, chap tomondan ko'rinishiga fasad deyiladi. Demak, mana bu binoning old ko'rinishi. Mana old ko'rinishi berilyapti. Demak, binoning fasadni chizish paytida balandlik отметкалari hamda muvofiqlashtiruvchi koordinatsion o'qlarning eng chetki nuqtalari ko'rsatilar ekan. Tom bu binoning tugallovchi va tashqi muhitdan saqlovchi konstruktiv elementlar yig'indisi. Demak, binoni tugash qismi, shu yuqori qismi hamda tashqi ta'sirlardan, tashqi muhitdan asraydigan konstruktiv elementlar yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Keyingisi konstruktiv uzr, ya'ni bog'lama. Plan yoki qirqimning asosiy tasvirga nisbatan katta masshtabda bajarilgan detali bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda biz oladigan bo'lsak, demak metal konstruksiyalarda demak uzr, ya'ni boltli uzellari ko'rsatib qo'yiladi. Mana bu rejada ko'rsatilayotgan bo'lsa esa mana bu yerda shu alohida qism, ya'ni bunga nisbatan bu kattaroq holatda ko'rsatib berilyapti. Masshtab katta qilib. Shu bilan mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.